Bugun 20-fevral 2026-yil sanasida banklardagi o'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. Birinchidan, AQSh dollari sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. Endi AQSh dollari sotish bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli sotib olish bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli sotish bo'yicha banklar reytingi. Yevro sotib olish bo'yicha banklar reytingi. Yevro sotish bo'yicha banklar reytingi. Bugungi kurslar shunday. Banklarni solishtiring va o'zingiz uchun qulay variantni tanlang.